Assalomu alaykum hammaga. Sarvar Yangiboy YouTube kanaliga xush kelibsiz. Ushbu kanalda sizlar bilan targetingni noldan o'rganamiz. Ushbu kurs mutlaqo bepul bo'ladi. Ketma-ketli tartib bo'yicha video darslar kanalga joylab boriladi. U videolarni ko'rish orqali siz targetingni o'zingiz mustaqil tarzda yoqa olasiz. Ushbu kurs oldin ham qilingan, ya'ni 2 yil oldin bo'lgan. YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Umumiy massiviy 157 mingtadan oshiq odam ko'rgan videolarimizni. Umumiy 9 ta dars chiqqan. Hozir undan ko'proq chiqadi, chunki yangi funksiyalar, yangi narsalar chiqqan. 9 ta darsdan tashqari ham qo'shimcha foydali ma'lumotlar qo'yib borganmiz. Ushbu videolarni ko'rib, siz bemalol target reklamasini yoqa olasiz. Darslarimiz bepul bo'lgani bilan, misol uchun pulli kurslar bilan deyarli bir xil, ya'ni hamma ma'lumotlar o'rgatiladi, hech qanaqa yashirmasdan. O'zim ushbu sohada 5 yildan beri ishlab kelaman va ushbu ma'lumotlarni sizlarga bepulga taqdim qilmoqchiman. Unda darsni boshlaymiz. Bugun birinchi darsimiz target reklama asoslari va targeting ko'proq tushunish bo'yicha, o'zi qanaqa soha, o'sha bo'yicha ko'proq ma'lumotlar beriladi. Bugun siz nimani bilib olasiz? Target reklama qanday ishlaydi? Reklama platformalari sizni mijozga qanday o'sha topqizishini tushunasiz. Nega ko'p biznes reklamada pul yo'qotadi? O'sha xatolarni bilish muvaffaqiyatning kaliti. Ya'ni xatolarni ko'rsatib beramiz. Undan tashqari reklama orqali mijoz qanday keladi? O'shalar bo'yicha to'liq tushuntirib beraman. Undan oldin o'zim haqimda qisqacha ma'lumot beraman. Ismim Sarvar, targetologman. 5 yildan beri target reklamalari, digital marketing, SMM sohasida ishlayman. Shu paytgacha o'zim mustaqil 70 tadan oshiq loyihalar bilan ishlaganman. Hozirgi paytda aktivniy 8 ta loyiha bilan ishlayman. Kunlik reklamaga o'rtacha ushbu 8 ta loyiham $550 dan $1000 gacha ajratadi. Hozirgi paytda Ramazon oyi tufayli bo'lgani sabab kamroq $500-550 kunlik reklama budjetini boshqaryapman. Sezon payti yaxshi o'sha savdo bo'ladigan oylari undan ham ko'p reklamaga pul sarflashadi va o'sha pullarni biznesmenlarga maksimum to'g'ri sarflab, reklamalarni to'g'ri odamlarga ko'rsatib beraman. Target reklamasi orqali va uni orqasidan biznes savdoga erishadi. O'sha reklamaga tikkan, ya'ni reklamaga sarflagan pulni bir necha baravar qilib o'ziga qaytarib oladi. Bu kurs kimlar uchun? Biznes egalari uchun. Biznes egalari qanaqa? O'z biznesini o'stirmoqchi bo'lgan kichik startap biznes egalari uchun yoki-da o'z targetologini nazorat qilib, uni ishlarini to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi tekshirmoqchi bo'lgan biznes egalari uchun. Yangi targetologlar yoki-da yangi ushbu sohaga qiziqqan yoshlar uchun kasb sifatida target reklamasini o'sha o'rganib, bu sohada daromad topmoqchi bo'lganlar uchun va kichik biznes egalari uchun o'zini reklamalarini o'zi yoqmoqchi bo'lganlar. Ya'ni menga ko'p odam yozadi, misol uchun targetini yoqtirmoqchi bo'lib. Lekin ular kichik biznes egalari bo'ladi. Kichik budjet bilan biznesini boshlagan targetologga pul bera olmaydi xizmati uchun. O'sha biznes egalari o'zlari targeting o'rganib, o'zlari biznesiga target yoqib, mustaqil tarzda biznesiga yangi mijozlarni target orqali olib kelishlari mumkin. Keyingisi, targetolog bo'lib qancha pul topish mumkin? Targetolog daromadi tajriba va mijozlar soniga bog'liq. Oylik to'lovlar har bir loyiha uchun alohida kelishiladi. Ishi murakkab bo'lishi yoki uni mas'uliyatiga qarab bo'ladi.
Misol uchun boshlang'ich targetolog $200 dan $500 pul topadi. Bir ikkita loyiha olishi mumkin. Bitta loyiha $100 ham olishi mumkin, $200 ham olishi mumkin, $300 ham olishi mumkin. U o'zini sota olish qobiliyatiga bog'liq. O'rtacha targetolog bo'lsa $1000 dan $2500 daromad qilishi mumkin. O'rtacha 3-5 ta loyiha bilan. Endi bitta loyihani qanchadan olishi o'sha targetologga mahorati, sotish qobiliyati va o'sha berayotgan takliflariga bog'liq. Professional targetolog 3000 dan 6000 gacha bemalol daromad qila oladi. Agar yaxshi tajriba bo'lsa va kuchli natijalar ko'rsatsangiz, daromad yanada yuqoriroq bo'lishi mumkin. Targetolog bu oddiy kasb egasi emas. Agar siz ajoyib yaxshi sotuvlarni amalga oshirishda yordam bersangiz, ya'ni ko'rsata olsangiz, biznesmenlar o'zlari sizga aloqaga chiqishadi. Va bu hammasi основном distansioner bo'ladi, ya'ni masofadan turib ishlaysiz. Nega reklama muhim? Biznes reklamasiz o'smaydi. Bugungi raqamli dunyoda reklama muvaffaqiyatning asosiy qismiga aylanib qolgan. O'zbekistonda ham, bu boshqa dunyoda ham, ya'ni boshqa davlatlarda ham xuddi shunaqa. Yangi mijozlar olib keladi. To'g'ri reklama yangi mijozlarni jalb qilishning eng samarali uslubi hisoblanadi. Undan tashqari sotuvni ham oshirib beradi sizga. To'g'ri reklama strategiyasi bilan sotuvlaringizni oshirasiz. Target reklama nima? Target reklama bu reklamani ayni kerakli odamga ko'rsatish san'ati. Platforma orqali siz mahsulotingizni haqiqatdan ham xohlovchi odamlarga yetkazasiz. Masalan, yoshi bo'yicha maqsadi o'sha belgilaysiz, shahar bo'yicha, qiziqish bo'yicha belgilab, xuddi o'sha odamlarga, o'sha yoshdagi, o'sha shaharda yashovchi va o'sha qiziqishga ega bo'lgan odamlarga reklamalaringizni ko'rsatasiz. Bu kursda nima o'rganasiz? Reklama strategiyasi, bosqichma-bosqich reja tuzishi, kreativ reklama g'oyalarini yozishi, auditoriyalar tanlashi, eng to'g'ri odamlarni topishni o'rganasiz. Target reklamasini yoqishda. Kompaniyalar ochish, ya'ni reklamalari to'g'ri sozlash, reklamli kompaniyalarni yaratishni o'rganasiz. Undan tashqari sotuvni oshirish, reklama orqali daromadni olish, ya'ni qanaqa biznesmenni sotuvlarni oshirishda yordam berishni o'rganasiz va o'zingiz ham target xizmatlaringizni sotishni o'rganishingiz mumkin. Muhim eslatma, bu kurs pul to'lash shart emas. Bilimlar bepul beriladi. Pulli kurslardan ham kuchliroq amaliyotga yo'naltirilgan va darhol bu o'sha o'rgatilgan narsalarni amalda qo'llab targetingga kirib ketishingiz mumkin. Faqat birinchi darsdan tashqari. Birinchi dars o'sha kirish darsi hisoblanadi. Keyingi darslardan уже realniy amaliyotda qo'llanadigan darslar boshlanadi. Siz o'sha darslarni ko'rib, misol uchun Facebook akkaunt ochish, sirazi o'sha videoni ko'rib, darhol Facebook akkauntingizni ochishingiz mumkin. Agar Facebook akkauntingiz bo'lsa, unda keyingi darsni ko'rishingiz mumkin. Yokida Facebook akkaunti qanaqa ochilishini yanada yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin. Undan tashqari, misol uchun Facebook stranitsasi ochish, Facebook stranitsasi va Instagram bir-biriga ulash, hammasi amaliyotda ko'rsatiladi va siz o'sha amaliyotda ko'rsatilgan ishni o'zingiz mustaqil qilishingiz kerak. Videolarni ketma-ketlikda ko'ring. Darslarni tartib bilan ko'rish bu eng muhimi. Birinchi darsdan boshlab, misol uchun ketma-ketlikda yozib chiqiladi. Misol uchun bugun birinchi dars, ikkinchi dars mavzusi, uchinchi dars mavzusi va hammasi ketma-ketlikda kanalga joylab boriladi. O'shalarni ko'rish orqali siz targetingni bepulga o'rganishingiz mumkin. Nega hozir? To'g'risi men bu kursni taxminan 1 yil oldin yozmoqchi bo'lganman. Chunki har yili bepulga, misol uchun targetingda bo'layotgan yangi o'zgarishlar bo'yicha darslar qilib borardim va 2 yil oldin ham qilganman bu kursni. Ko'pchilikga foydasi teggan. Misol uchun yangi biznes boshlaganlar, misol uchun o'zlari target yoqishga harakat qilib ko'rishgan
yokida target kursini o'rgangan va ushbu video darsliklarini ko'rib yanada target yoqishni yaxshiroq tushunishni boshlagan. 2 yil doimiy bepul target berib borganman, uni aytdim. Lekin o'sha ichimda doimiy shunaqa savollar bo'lgan, odamlar ko'radimi, kerakmi o'zi bu odamlarga target darslari bepul, misol uchun pulli kurslar bor, o'shani ko'rib ham o'rganib ola oladi degan fikrlar bo'lgan. Balki keyinroq boshlashim kerak degan fikrlar bo'lgan. Shu sabab bu ish juda uzoq vaqt cho'zilgan, 2 yil. 1 yil deyishim. Lekin keyin shuni tushundim, agar men boshlamasam yana 1 yil o'tib ketadi. Shuning uchun bugun qaror qildim va bugun dars olyapman. Bugun montaj qilib YouTube kanalimga joylayman. Va sizga target bilimlarini ochiq va bepul ulashaman. Kanalimga obuna bo'ling, targetni bepulga o'rganing. Aytgancha, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni tagida Telegram kanalimning linkini tashlab qo'yaman. Shu kanalda ham sizga foydali ma'lumotlar va jonli oddiy xabarlar joylab borishim mumkin va darsni o'sha yuklaganimda eng birinchi bo'lib linkini olishingiz mumkin. Bundan tashqari ham sizga qo'shimcha ma'lumotlar joylab boriladi ushbu Telegram kanalda.